Nukusdan Orolga yo'l oldik. Ekspeditsiya a'zolari yo'l-yo'lakay orolda qilingan ishlarni, ekilgan saksovulzor plantatsiyalari haqida gapirishga shoshardi. Muhtaram Prezidentimiz 2017-yilda kartani ko'rsatgandi. Mana shu orolda qurigan tubi edi. Hozir mana shu joylarda yam-yashil mana shunday bir o'rmonzorlar paydo bo'lib qoldi. Bu yerlar oppoq tuzlarmidi? Bu oppoq tuzlar edi. Mana tagini qarasangiz, oppoq tuz bo'lgan bu yerda. Biz hozir 67 kilometrdan. Saksovullar bilan, mana qora buroq, saksovul, savsazan o'simliklari bilan to'lib turibdi. Hozir biz menimcha bir 150 metr balandlikdamiz. Hozir endi uyg'onyapti bu. Yana bir 20 kun bir oydan keyin yam yashillikka burkanadi bu joylar. Shunaqa chiroyli joy bo'ladi. Endi mana shu saksovullarni cho'l malikasiga qiyoslaydi-da olimlar. Juda chiroyli bir qumda o'sib ketgan bir saksovul. Qarang, yam yashillikka burkanyapti. Ayniqsa tepadan chiroyli ko'rinadi. Yuksaklikdan yashil plantatsiyalarni tomosha qilish boshqacha. Va nihoyat biz orolning qurigan qa'ridamiz. Biz Nukusdan qariyb 1,5 soat parvoz qilib vertolyotimiz mana shu yerga kelib qo'ndi. Mana shu nuqtaning o'zi qurigan dengiz qa'rining ichkarida 140-kilometr hisoblanadi. Tasavvur qiling, bir paytlar mana shu yerda paraxodlar, kemalar yurgan va baliqchilar doimo ish bilan band bo'lgan, baliq tutgan desam ishonarmidingiz? Balkim kimdir ishonmas, lekin fakt bir vaqtlar shunday bo'lgan. Va mana shu ko'rib turgan saksovullar 2019-yilga ekilgan saksovullar desam adashmaymiz. Mana ko'rib turibsiz natijalarni, ilk natijalar. Bu aslida haqiqiy tabiatga madad edi. Tog'lar sho'g'ib yerga kirmagan shigar. Yulduzlarda birden so'nmagan shigar. Dunyo hech vaqtida ko'rmagan shigar. Bir maydonda dengiz qurib qolganin. Dengizning qurigan xaritasi bu dunyoga global fojia haqida messenjedi. 2017-yil 20-sentyabr New York Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasi. Yangi O'zbekiston prezidentining xalqaro minbardagi ilk nutqining asosiy qismi Orol muammosiga bag'ishlanganiga bejiz emas. Orol taqdiri inson taqdiri ekanligining yaqqol isboti bo'ldi bu. Bu nafaqat O'zbekistonning, balki butun mintaqaning, sayyoraning muammosiga aylanib ulgurgandi. 2018-yil 27-may sanasi. O'sha kuni yoqqan tuzli yomg'ir bu aniq tabiat signali edi. Tasavvur qiling, qurigan 6 million gektar maydondan ona zaminga har yili o'rtacha 150 million tonna tuz va chang qum ko'tarilib, shamol kuchi bilan dunyoga tarqalmoqda. Navara tuzma. Voy, bu sonda darajada tuz javob turibdi hozir. Endi bunda yashab bo'lmaydi. Chora topish kerak. Xo'sh, bu bo'ldi endi bu talafot. Buni oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Orolni bo'sh joyiga biz saksovullar ekmoqchimiz. 2018-yil 16-dekabr. Butun mamlakatdan Favqulodda vaziyatlar vazirligi, o'rmon xo'jaligi mutaxassislari hamda texnikalar katta kuch bilan orolning qurigan tubida yuzlab gektarlarga saksovul ekishni boshladi. O'ta sovuq, o'ta murakkab sharoitda hamjihatlik bilan ish olib borildi. Bu yurtni birlashtirgan, O'zbekistonning kuch-qudratini dunyoga namoyish qilgan tashabbus edi. Biz dengizning haqiqiy qa'ridamiz. Eng chuqur joyi mana shu yerlar bo'lgan. Mana dengizning asl ko'zlari desak mubolag'a emas. Chig'anoqlar, baqanchoqlar deyishadi. Mana dengizning izlari. Va menimcha bu yerda anchadan beri odam izi tushmagan. Biz mana eksklyuziv yurish qilyapmiz. Va mana shu ko'rib turganlaringiz saksovullar 2019-yili ekilgan saksovullar. Mana ko'ryapsizmi? Bahor endi bu yerga kech keladi Orol bo'yiga. Shu boisdan endi yashil bo'lyapti. Ertaga bir 15-20 kundan keyin bu yerga kelsak, mana shu atrof yam yashil bo'ladi va agar har bitta saksovul o'zida kamida 10 tonnaga yaqin
tuz va changni ushlab qolishni hisobga olsak, mana haqiqiy yashil devor tom ma'noda bir davlatning, xalqning tabiatga nisbatan mehriga bir o'ziga xos natija, prezidentimizning haqiqiy siyosiy irodasining natijasi. Mana nafaqat mintaqani, balki sayyorani himoya qiladigan yashil devorlar, yashil plantatsiyalar. 2018-yilda muhtaram prezidentimiz aytgan gaplari qulog'imda haligacha jaranglab turadi. Bu bo'ldi endi. Bo'lgan ish bo'ldi, endi bunga saksovulzorlar ekanmiz degan. Mana shu joyda hech kim chetdan kelib qilib bermasligini, faqat o'zimizni kuchimiz bilan qilish kerakligini ta'kidlab o'tgandi va butun bir respublikani, butun O'zbekistonni oyoqqa turg'izib, mana shu joyda prezidentimiz boshchiligida butun bir komanda ishlagan edi. Minglab traktorlar ishlagan edi. Bu haligacha ko'z oldimizda turibdi, lekin bugun natijasini ko'rganingizdan keyin odamni birinchidan bag'ri dili ochiladi, ikkinchidan shu muhtaram prezidentimizning siyosatlari to'g'ri ekanligiga yana bir bor amin bo'lasiz. Bugun Orol dengizi u inson irodasi, sabri va tabiatni qayta tiklashga bo'lgan intilish namunasiga aylanmoqda. Orol chekindi, lekin inson chekingani yo'q deydi biz bilan suhbatda faxriy o'rmonchi To'xtamish Shukurberdiyev. To'xtamish og'a asli Orol farzandi. Xalqning yerligi deb aytsak bo'ladi. Мысалы, mына burungi barchangizning o'rnina pustini bo'lib qoldi. Bu so'ning o'rnina qaytadan tog'a yaratdik endi. Tog'a yaratib havoni birinchi o'rta ekosistemani tozalab oldik-da. Алдыңғы жылдар бұдан ham yaxshi bo'lib ketadi qarag'ansiz. Сол президентімізге рахмет, соның өтібәрі арқасында міне осындай теңіздің асты толысып, міне тоғай жарылып айналып жатыр. 2018 жылға дейін бұл аралықтың бәрі ашықлық еді. Ашықлық еді. Көріп тұрғаныңыздай, бұрынғы ашықлық жерлердің әммесінде қазір міне тоғай зарлар пайда болды. Керек десең, бұл жерде жайлауға болуға да жарап қалды да. Бүгін сенім қайтты ма сізде? Енді айтайын деген, бұл кездерде жағдайларда, мысалы, бұл жерден адам жүру мүмкін емес еді. Бұл жерден постоянно шаңылар, тозаңлар, неғыл дейді, тұзлы сондай нелер көтеріліп, бұл жер адам көрінбейді. Бұл біздің Мойнаққа және бүкіл Өзбекстанға тарайтын еді. Енді міне қарап отырсам, міне 6 жылдың ішінде міне қандымды көріп тұрсыздар мінекей, міне сексуалды көріп тұрсыздар. Һәм мұқымды өздеріне жинап, топлап, мысалы, шаңларда уже ұшмайтын болды. Havo тазаланды қазір. Бұл жерде қазір yaxshi dam olamыз. Bugun Markaziy Osiyo uchun har bir tomchi suv bu strategik masala. Shu boisdan uning qadriga yetadigan, uni qadrlaydigan bir o'ziga xos mexanizm yaratilishi kerak. Davlatimiz rahbari Ostona sammitida shu fikrni ochiqchasiga aytdi. Orolni qutqarish jamg'armasi kelgusi yil O'zbekistonga o'tarkan, jamg'armani shunchaki formal muloqot maydoni emas, balki real ishlaydigan mintaqaning drayveriga aylantirish masalasini ko'tardi. Nima uchun bu muhim? Ma'ruzalarida muhtaram prezidentimiz 2040-yilga borib, mana shu Orol havzasi suvlari 2 barobarga ko'payib ketishi, iqlim o'zgarishi juda ham bir global muammo bo'layotganligini ta'kidlab o'tdi. Albatta bu nafaqat ekologik muammolar, bu iqtisodiy muammolar, bu ijtimoiy muammolar. Mana shu muammolarni birgalikda yechimini topish uchun prezidentlar maslahat uchrashuviga bu ekologik muammolarni xalqaro shu Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasini integratsiya qilish taklifini berganlari ham bu juda katta bir siyosiy bir iroda deb o'ylayman men. Aytishdan charchamaymiz. Bu biz uchun g'urur va faxr ishi. Qisqa vaqt ichida qariyb 2 million gektar maydonda saksovul, qandim, cherkes va boshqa cho'l o'simliklari ekildi. Ilmiy kuzatuvlarga ko'ra, havodagi chang zarrachalari miqdori bugunga kelib 70% gacha kamaygan. Yog'ingarchilik miqdori oshib, hududda mikroiqlim o'zgarishlari kuzatilmoqda. Mana qarang, saksovul unib chiqyapti. Tuz va qum, chang bo'ronlari turgan mana shu joyda saksovulning yerni yorib chiqishi bu mo'jiza. Bu birinchi o'sib chiqqan paytda deyarli ko'zga ko'rinmas edi. Mana 18-yili qo'yilgan flajogimiz mana bu bunga guvoh bo'ladi. 2018-yilgi bugungi kuni mana shunday daraxt bo'lib, o'zining ta'mirlari, buni ta'mirlari 20-25 metr uzoqgacha ketadi. O'zining bag'rida minglab tonna qumlarni bag'rida ushlab turibdi mana. Saksovul 4 yildan keyin o'zini urug'ini berib boshlaydi. Yana atrofga sochilib, yangi saksovulchalar paydo bo'lib, sekin shu tabiat o'zini qaytadan tiklab keladi-da. Masalan aytadigan bo'lsak, bundan 20 yil burun Orol dengizi ma'lum joylarda biz hech narsa ko'karta olmaganmiz. Sho'rlanish darajasi juda yuqori bo'lgan. Bugungi kunga kelib tabiat o'zini
emlab mana shu ekilgan saksovullarning natijasida gumus paydo bo'lib, u yerda o'rmonzorliqlar sekin-sekin paydo bo'lyapti. Albatta prezidentimiz bularning hammasini oldindan ko'rib bilgan, bugungi kuni buni o'zini mevasini beryapti desak bo'ladi. Mana bundan 10 yil oldin, deyarli 20 yil davomida 350 ming gektarga yaqin Arol ultoniga o'rmonzorlik qilindi. 350 ming. Qisqacha vaqtning o'zida bugungi kunga kelib deyarli mana 2 million gektarga sifra ko'tarildi. Mana 25 yilda qilinmagan ishlar mana 5 yil ichida bu natijalar bo'lib hisoblanadi. Mana ko'rib turibsiz, plantatsiyada turibsiz. Nima o'tyapti ko'nglingizdan? G'urur bo'lyapmiz. Bu shunchalik Arolimizga degan e'tibor, umuman qilinayotgan katta ishlarning natijasi, o'rmonlar. Mana bundan bir necha yil avval bitta ham o'simlik bo'lmagan joyda bugun mana o'rmonzorliklar barpo bo'lyapti. Buni hammasi bizga katta g'urur olib keladi. Orolning qurigan qa'ridamiz, qariyb 240-kilometrda va ko'z oldingizda mana shunday betakror mo'jizaviy manzarani tasavvur qilishingiz mumkin. Vaholanki bundan 6-7 yil avval mana shu men turgan joylar qum va tuz edi. Hech qanday bitta giyohni ham o'sishini hech kim tasavvur qilmas edi. Davlatimiz rahbarining shaxsiy tashabbusi, siyosiy irodasi tufayli mana shu yerda ko'z oldimizda mana shu alvon turli cho'l o'simliklari o'sib ulg'ayyapti va bu yerda o'ziga yarasha Orol bo'yining tabiati qayta tiklanyapti. Bu yer butun insoniyat uchun o'ziga xos bir yashil maydon, gigant kislorod fabrikasi maydoniga aylandi. Qariyb 2 million gektar. Bu yil ham shu xuddi shu 18-yilda qanday tashkil bo'lgan bo'lsa, muhtaram prezidentimiz tomonidan mana shunday sharoit yaratib berdi. Butun viloyatlardan texnikalar, o'rmonchilar, favqulodda vaziyat xodimlari va shunga o'xshagan mexanizatorlar kelib, mana shu joyda 115 ming gektarga asosiy yashil qoplamalar barpo etish. Bundan tashqari albatta endi bu joyda to'liqlashtirish ishlari bo'ldi. 100 ming gektarga yaqin to'liqlashtirish ishlari ham amalga oshirildi. Demak, bu doimiy jarayon. Doimiy jarayonda endi 2030-yilgacha bo'lgan O'zbekistonimizning rivojlanish strategiyasida bu Orolni qurigan tumini 80% ga yashillikka burkash bo'yicha topshirig'imiz bor, rejamiz bor va bu bo'yicha yakdil qadamlar bilan ishlarni amalga oshiryapmiz. Endi ochiqni aytadigan bo'lsak, nima o'zgardi deganda men qisqa qilib aytmoqchimanki, mana shu ko'rib turgan Orolni qurigan tubida bir o'simlik bo'lmagan joyda mana shunaqa bir yashillik paydo bo'ldi. Yashil devorlar, yashil qoplamalar paydo bo'ldi. Mana shuning uchun ham aytamizki, muhtaram prezidentimizning shu 2018-yilda boshlab bergan amaliy ishlari bugun natijadorlikka yo'naltirilgan holda o'zining bir ham iqtisodiy, ham ijtimoiy, ham ekologik bir yaxshi bir natijalarni beryapti deb o'ylayman. Bir paytlari dengiz to'lqinlari shaharning etagini yuvib turgan Mo'ynoq unutilayozgan manzilga aylangandi. Odamlar umidsizlikdan bu yerdan keta boshladi. Tug'ilgan yerni tashlab ketish qanchalik og'ir. Qalblarda iz qoldirgan yangi tarix. Bu mo'jiza. 2017-yil Mo'ynoq qayta tug'ildi. Bugungi yangi Mo'ynoq bu tiklanish ramzi. Bu yerda infratuzilma yangilanmoqda, turizm rivojlanmoqda, yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Prezidentimizning shaxsan e'tibori, mehr muhabbati tufayli oppoq mo'jizadek shahar qad ko'tardi. Yangi Mo'ynoq hikoyasi esa hali hamon yozilmoqda.